Proteinlar haqida siz bilmagan va sizga kerak bo'ladigan qiziqarli faktlar bilan ulashaman. Protein o'zi qachon paydo bo'lgan? 19-asrning yarmida, ya'ni 1950-yilda fermer okamiz tomonidan sutni o'tga qo'yganda qarash esdan chiqib qolganmi, kim biladi, sut qaynab sostavidagi suv chiqib ketib, quruq massa hosil bo'lgan. O'shandan beri whey protein dunyoga kelgan degan bo'laveradi. Ayollar nega proteinni ichsa muskul massasi qottarib ketmaydi, juda sekin o'sadi. Erkaklarda naborot. Sababi protein bu oqsil, testosteron emas. Muskul massasini ob'yom bilan o'stiradigan narsa bu testosteron hisoblanadi. Ayollarda testosteron gormoni kam yoki umuman bo'lmaydi ba'zi holatlarda. Tak, keyingisi nimaga savol tug'ilishi mumkin? Proteinni o'rniga sut ichsak bo'lmaydi bundan ko'ra. Proteinni sostavi sut sostavidan ko'ra 20 baravargacha kuchliroq. Bu degani bir qoshiq protein energiyasini olishingiz uchun organizmda katta miqdorda sut iste'mol qilishingiz to'g'ri keladi. Va yana jiddiy muammolardan bittasi, butun yer sharida 20% odam proteinni hazm qila olmaydi. Bu laktozani yuqori bo'lganligidan va organizmda laktaza yetmaganligidan. Ya'ni laktoza degan shakarni, laktoza, fruktoza bitta narsa. Yo'qib tashlab organizmda parchalab tashlaydigan narsa bu laktaza bo'ladi. Laktaza. Laktazani bo'lmaganligini hisobiga, laktozaga bo'lgan allergiya kuchli bo'lganligi hisobiga konsentrat protein ichgan odamni qoni dam bo'ladi, ichib ketishi mumkin, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Yana bitta zo'r informatsiya, protein defitsiti, ya'ni oqsil defitsitini yopish uchun tanada eng kerakli bo'ladigan narsa bu oqsil bo'ladigan bo'lsa, 1 kilo vazningiz uchun minimum 1,5 gram, maksimum 2,5 gram oqsil kerak bo'ladi sizga.